Paul Reynolds qidirilmoqda. Janob Reynolds, biz Polni topdik. U sehrgarlardan qochib yuribdi. Yondosh olimda. Yana qaytaraman, buni iloji yo'q. Biz bor gapni aytyapmiz. U bilan ratsiya orqali gaplashdik. Nima qilmoqchisiz? Xabarchini oldiga olib ketyapman. Yo'q. Unday qilmang, dada. U Jala bilan meni hayotimni qutqargandi. Esingizdami? U uyiga qaytishi lozim. Uzildi. Riana. Bor, yotib uxla. Mana buni ichkariga olib kirib ket. Bu nima? Dorivor damlama. Uni kasal sigirga bergandim. Onangni uyg'otib yorma. O'zi arang uxlagan. Menga qara. Nega sehrgarlar sen bilan qizimni ta'qib qilishyapti? U cho'kib ketdi. Omon qolgan bo'lishi mumkin emas. Uning dunyosidan endi bizga xavf solishmaydi. Juda yaxshi, Ashka. Sehrgarlar Clayhilldan kelgan xabarchi gapiradi. Paul bilan Riana meni qishlog'imda. Adashyapsan. Hozir ular qizning otasi bilan birga. Ularni ketkazmay tur. Men Clayhillga yo'l olaman. Tashvishlamang, bu safar bizdan qochisha olmaydi. Bola bilan ishim yo'q. Menga kamera kerak. Agar hukmdorlar uni ko'rsa, bizni surgun qilishadi. Quvvat toshni olib uchar kemaga bor. Elvik, menga kema kerak. Yo'q, Wolfordda kasal tarqagan. Buni esingdan chiqar. Menga kema kerak. Menga ham kerak. Qo'pollik qilganim uchun uzr. Zarur ishim chiqib qoldi. Meni Clayhill yaqinida tushirishing mumkinmi? Bu yo'ling-ku. Rahmat. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Oyi, dadam shu yerga po'lat sim qo'ymaganmidi? Men qayoqdan bilaman? Otangni o'zidan so'ra. Yordamlashvor. Oyi, siz borib choy iching. Kirni o'zim yoyib qo'yaman. Aqling kirib qolibdimi, Alex? Hukmdorlarni hammasi ahmoq. Ularni deb odamlar sehrgarlarni hurmat qilmay qo'yishdi. Ammo seni boshqa ilojing yo'q. Yonar kukunni qanday tayyorlashni ayt. Ularni yo'q qilish uchun yonar kukun kerak, to'g'rimi? Hukumat tepasiga o'zingiz chiqishni istaysiz, a? Sen aytgan hodisa yuz berganda, hayoting meni qo'limda bo'ladi. Tushundingmi? Ashka seni nega ta'qib qilayotganini tushundim. Uni nima qilmoqchisan? Kamerani. Riana uni hukmdorlarga ko'rsatsin. Bu juda xavfli. Shunday qilmasa bo'lmaydi. Aks holda afsungarlar uni tinch qo'yishmaydi. Yaqindagina qizim baxtli yashayotganda hech qanday tashvishi yo'q edi. Sen paydo bo'lding-ku, hammasi o'zgarib ketdi. Oilamizga notinchlik olib kelding. Shuni tushunyapsanmi? Notinchlik. Ataylab qilganim yo'q. Gapimga ishoning. Hech kimga yomonlikni ravo ko'rmayman. Tushunaman. Ammo bu yerlarga kelmaganing ma'qul edi. Alex, Hozir oyi. qiz bola o'rtog'ing so'rayapti. Meni unaqa o'rtog'im yo'q. Ha, rahmat.
Qalaysan, Katrina? Ertaga hech qayoqqa bora olmayman. Meni jazolashdi. Nega? Janob Kenet qo'ng'iroq qilib, darsdan chiqib ketganimizni aytibdi. Sababini tushuntirmadingmi? Oyim meni jinni bo'lib qolgan deb o'ylayapti. Ertaga doktor ko'rikka olib borishadi. Poyezd chiptalari senda-ku. Kim gapiryapti? 3-signaldan keyin soat 7:57 daqiqa-yu 30 soniya o'tgan bo'ladi. Rahmat. So'nggi marta birga ovqatlanyapmizmi? Nima gap? Sen va oilamizdan tashvishdaman. Pol hamma gapni aytib berdi. Riana! Sekin, sizni sehrgarlar qidirishayotgan ekan. Tezroq berkinishingiz kerak. Qo'rqma, Arla. Bu yerdaligimni bilishmaydi. Oyim sizni yomon ko'radi. Oyimning aytishicha siz Rianaga kulfat keltiribsiz. Unaqa emas. Bor, yotib uxla. Bu nima? Menimcha vaqt bo'ldi. Men ham birga boraman. Polga yordamim kerak. Tezda qaytaman. To'g'ri aytishibdi. Sen sovutni o'g'irlabsan. Qo'rqmang, u o'qlanmagan. Qo'rqmang deysanmi? Axir sehrgarlar qizimni qidirishyapti. Oyi, siz tushunmaysiz. Sen jim bo'l. Maran o'tirib gapini eshitgin. Qizimga nima qilding? Hech nima. Sehrgar Ashkani gapiga ishonmang. Seni eshitishni istamayman. Hozir xabarchini chaqiraman. Oyi, Oyoq qo'lni bog'lang. Yaqinlasha ko'rmang. Qimirlaganni shikastlayman. Riana zanjirni olib meni aytgan joyga bor. U sizga ziyon yetkaza olmaydi. Aslahalari o'qlanmagan. oyi. Qo'l oyog'ini bog'langlar uni. Tegmanglar unga. U uyiga qaytish kerak. Qizimga qo'lingni tekkizma. Uni ham ushlanglar. Meni erimning aybi yo'q. Ularni omborxonada birga ko'rdim. Uni sud qilishadi. Oyjon! Biron rejang bormi? Jim bo'l. Men tez orada Clayhillda bo'laman. Bola qochib ketsa, butun qishloqqa o't qo'yaman. Unday qilmaysan. Bu seni ishing emas. Qiz bilan uni oilasini ham qo'lga olinglar. Ular sehrgarlarning dushmanlari. Jazo olishlari lozim. Men doim sehrgarlarga sodiq bo'lganman. Ashka yolg'on gapiryapti. Ularning hech qanday aybi yo'q. Sen sehrgarga bo'ysunishing kerak. Hammasiga sen aybdorsan. Yo'q, oyi. U bor gapni aytyapti. Ashka, Yetar. U qizing Maran. Seni yaxshi ko'radi. Nega unga emas sehrgarlarga ishonyapsan? Xabarchi. Odamlaringizga choy damlab beraman.
Xo'pmi? Battar jazolashmaydimi? Folga yordam bersak, qahramon bo'lamiz. Qo'y uni, ketdik. Rahmat, Maran. Ashkadan seni afv etishini so'rayman. Xo'pmi? Yuqori tog' yo'nalishidagi poyezd hozir jo'naydi. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Xabarchi? Ularni nima qildingiz? Choyga uyqu daraxti damlamasini qo'shib berdim. Nega? Sehrgarlarni bunchalik bag'ri tosh deb o'ylamagandim. Oilamni jazolashlariga indamay qarab turmayman. Bunga yo'l qo'ymayman. Ashka tez orada yetib keladi. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Mana buni hukmdorlarga ko'rsating. Shunda Rianaga tegishmaydi. Sizlarni ham tinch qo'yishadi. Ketdik. Yo'q, yo'q. Bu juda ham xavfli. Oilangiz bilan yashirininglar. Meni qochganimni bilishi bilan sizlarni qidiradi. Omadingni bersin. Senga ham. Katta rahmat. Sizga ham rahmat. Tezroq kiyinib buyumlarni yig'ishtiring. Yana bo'la qol. Lagergacha bir necha mil bor. U yerga qanday boramiz? Yordamlashaymi? Rahmat oppog'im. Aqlli qiz ekansan. Alex, Nima qilmoqchisan? bironta ta'sirli voqea gapirib bersang, manzilimizga yetib olamiz. Masalan, Bilmayman, cho'pchak aytishga ustasanmi? Katrina. Rohibaga yolg'on gapirmayman. Paul Reynolds qidirilmoqda. Bu yerda nima qilyapsiz? Uni tanimayman. Biz haligi do'stimizni qutqarmoqchimiz. U yondosh olamga tushib qoldi va qaytib kela olmayapti. U bizga ishonyapti. Juda qiziq. Biz maktab lageriga yetib borishimiz kerak. Bizni ola keta olmaysizmi? Iltimos. Chiqa qolinglar, yo'lda gaplashib ketamiz.
Otam uyda yo'q. Qizni uyi qaysi? Ana u yerda. Ota, uyg'oning. Ular bu yerda emas. Qishloqni qidirib chiq. Menga Pol bilan kamera kerak. Uzoqqa ketgan bo'lishi mumkin emas. Omborni qidirib chiq. Ashka. Pol o'zini olamiga qaytmoqchi. Xabarim bor. O'tgan safar minora tomonga borgandi. Ketdik. Qayoqqa? Polga yordam berishim kerak. Yo'q, Riyana. Unga yetarlicha yordam berding. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Tashlab qo'yganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Hikoyangiz menga ma'qul bo'ldi. Fantastik voqealarni yaxshi ko'raman, ammo yordam kerak bo'lsa yolg'on gapirish shart emas, ayniqsa rohibalarga. Boshqa qaytarilmaydi. Bizni kechiring. Mayli, yaxshi dam olinglar. Yaxshi boring. Qani bo'l, Alex. Do'stlaring meni uyaltirib qo'yishdi, to'g'rimi? Kaller unda emas. Qani u? Ana bu yerda. Bu yoqqa ber uni. Grivan, ushla uni. Pol, Katrinaman. G'or yoniga keldik. O'sha yerdamisan? Pol! Seni eshityapman, Katrina. Bu men, Riyanaman, Polni do'sti. Pol yoningdami? Hozir yetib keladi. Juda yaxshi. Quvvat yo'lagini ochsak bo'ladimi? Tezroq. Sehrgarlar uni quvlab kelishyapti. Polni hayoti xavf ostida. Hozir simni tortib olishim kerak. Polga ayt, hozir ishini bitiramiz. Yaxshi, Katrina. Qancha vaqt kerak bizga? Hammasini xuddi o'tgan safargidek qilish kerak. Simni uchini o'sha shoxlarga mahkamla. Tezroq. Bo'la qol.
Aslahalarimni o'g'irlading. Ashkan oldida yolg'onchi qilding. Seni jazolasam qarshi bo'lmaydi. Shundaymi? Aslahalaring quvvatlanmagan. Qo'lingdan hech nima kelmaydi. Hozir quvvatlayman. Seni ko'rganimdan xursandman. Endi nima qilamiz? Alex! Pastga tush! Yo'lak ochildi. Tezroq bu yerdan ket. Ashka shu atrofda yuribdi. Omadingni bersin. Baribir meni to'xtatolmaysan, Ashka. Afsungarni yengaman deb o'yladingmi? Uyingga qaytmaysan, Paul. Hech qachon. Video kamera tez orada hukmdorlarning qo'lida bo'ladi. Seni kuning bitta, Ashka. U holda seni olamingga men o'taman. Tezroq yo'lakni yopish kerak. Simni o'zinglar. Yo'limdan qoch. Ashka yaqinlashyapti. Tezroq bo'linglar. Sim uzilmayapti. Yo'q. Ko'rdingmi? Grivan, qayerda eding? Nima bo'ldi? Bola qochib ketdi. Kamerani topish kerak. Hukmdorning qo'liga tushmasidan. Balki Uriyananing ota-onasidadir.